Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukrainada yo'lovchi poyezdiga hujum uyushtirdi. Rossiya qurolli kuchlari Sumi viloyatidagi Shostka jamoat temir yo'l vokzaliga hujum uyushtirdi. Bu haqida viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Grigorov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hujumga Shostka-Kiyev yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdga uchragan. Yozilishicha, taxminan 30 kishi jarohat olgan, jabrlanganlar shifoxonaga yotqizilgan, deydi Shostka ma'muriyati rahbari. Viloyat rahbari poyezdning hujumdan keyin suratini e'lon qilgan. Unda kamida bitta vagonda yong'in chiqqani ko'rinadi. Guvohlar olgan videolarda yonma-yon turgan boshqa poyezdning oynalari ham sinib ketgani aks etgan. Energiya kompaniyasi Rossiya zarbalaridan so'ng Shostka shahridagi muhim obyektga jiddiy zarar ko'rgani va butunlay elektr ta'minotisiz qolgani haqida xabar berdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiya qo'shinlari Xerson, Nikolayev viloyatlarida tinch aholi va fuqarolik obyektlariga muntazam ravishda hujum qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tashkilotning Ukrainadagi huquqbuzarliklarni tekshirish bo'yicha mustaqil xalqaro komissiyasi frontga yaqin hududlarda qisqa masofali dronlardan foydalangan holda tinch aholiga hujumlar avj olganidan xavotirda.